Bizning eng katta orzulari orasiga qo'shib qo'ygan texnikalardan yana bittasini hozir sizlarga ko'rsataman. Like bosib niyat qilib qo'ygan har bitta insonga shunaqa modellardan nasib qilsin. Ushbu mahsulotimiz eng oxirgi navorot model hisoblanadi. 2 qavatli bo'ladi. Boshqaruv polniy sensor orqali boshqariladi. Tepasi 6 kilo kiyimni yuvib, chayib quritishga mo'ljallangan. Yana bitta zo'r fishkasi, endi eshikni tortib ochishinglar shart emas. Bitta bosadigan bo'lsanglar, eshikni avtomat tarzda o'zi ochib beradi. Yosh bolalarning kiyimidan bemalol yuvib, chayib quritib olsanglar bo'ladi. Yana bitta zo'r fishkasi. Xo'p, parashoni u yoqdan ham bemalol sovuravurasizlar, kerakli miqdorda o'zi tortib, o'zi ishlatadigan bo'ladi. Tegiga keladigan bo'lsak, 10 kilo kiyimlarni yuvadi, 7 kilo kiyimlarni ideal darajada 100% quritib beradi. Xo'p, gapiraman desam, gap juda ham ko'p. Sushka funksiyasi bor. 5 martagacha palaskani, achiska baraman. Xullas, eng oxirgi navorotchining modelimizni, shu mahsulotimizni like bosib, obuna bo'lib qo'ygan har bitta mijozimizga $1250 shahar ichida dostavka xizmatlari bilan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, zakaz qilsanglar bo'ladi.